Hammasi o'zi mana shu desert biyomidan boshlangan edi. Men yaxshigina kuchayib deyarli hamma aslahalarimni temirdan qo'ygan edim. Keyin men o'zim uchun olmosli kirk yasashga qaror qildim va olmosli qilich ham. Keyin men yo'limni davom etayotganimda bu yoqda piramidani ko'rib qoldim va u yerga borishga qaror qildim. Va piramidaga ham yetib keldim. Endi ichkariga kirib mining qilmoqchi bo'lganimda bu yerda eshik yo'q ekan. Va mana bu yerda qandaydir creeperni yuzlari menga ko'rinaverdi. Va men piramidaning boshqa tomoniga o'tganimda esa haqiqiy dahshat boshlangan edi. Bu juda ham qo'rqinchli holatda ko'rinar edi. To'g'risi bu yerda nima bo'layotganiga umuman tushunmas edim va buni aniqlash maqsadida ichkariga kirishga qaror qildim. Ichkariga kirganimdan so'ng bu yerda qandaydir g'alati qamoqxonaga o'xshagan joy turardi, ya'ni xona. Bu yerdan keting. Bu oddiy piramida emas. To'g'risi bu yozuvlar meni biroz cho'chitdi, lekin qiziqishim yana ham ortib borardi. Piramidaning boshqa taraflarini ham o'rganib chiqishga qaror qildim. Ichkariga kirganimda esa boya ko'rgan hodisamni yana ko'rdim. Faqat bu yerda farqi shundan iboratki, sandiqlar bor edi. Birinchi sandiqning ichida esa qandaydir kitob bor edi. Bu yerda ko'plab o'yinchilar vafot etgan-da, kitobda xuddi mana shunaqa yozilgan edi. Men qiziqonlik bilan bu sandiqni ham ochishga qaror qildim. Lekin u yerda faqatgina suyaklar bor edi. Suyaklarni olib asosiy eshikka qarab yo'l oldim. Bu yerda juda ham ko'p o'rgimchak to'rlar bor edi. Xuddiki kimdir ichkariga kirishimni xohlamayotgandek. Va men pastga tushishga qaror qildim va bu blokni qozdim va pastga ham bir amallab tushib oldim. Sandiqlarni ochib ichidagi narsalarni olaverdim, lekin hozircha noodatiy narsa umuman ko'rmadim. Sandiqlardagi narsalarni olib bo'lganimdan keyin dinamitlarni olmoqchi bo'lganimda bu yerda qandaydir narsa borligini sezdim va bu yerda qazishga qaror qildim. Va men juda ham chuqur joyga tushib ketdim. Mana bu yerda esa qandaydir yashirin yo'l borligini sezdim va eshik ham bor ekan. Eshikni ochib ichkariga kirishga qaror qildim. Bu yerdagi bo'layotgan hodisalar nafaqat qiziqarli, balki qo'rqinchli ham edi. Yo'limdan ikkita yo'l chiqdi va men chap tomonga borishga qaror qildim. Bu yerda ham doimgidek o'rgimchak to'rlar juda ham ko'p ekan va yo'limdan rels chiqdi va rels oxirida vagonda sandiq turardi va uni yoniga borishga qaror qildim. Bu sandiqning ichida ham qandaydir kitob bor edi. Bu kitobda esa sen bu yerda bo'lmasliging kerak deb yozilgan edi. Keyin esa boyagi yo'lakning o'ng tomoniga borishga qaror qildim. Bu yerdagi o'rgimchak to'rlarni tozalab va bu yerga keldim. Lekin bu yerga qandaydir chuqur moslamali temir yo'l bor edi. Temir yo'l oxirida esa sandiq, sandiq ichida esa kitob va kitobda yana qandaydir yozuvlar bor edi. Xullas bir so'z bilan bu yerda yozilishicha sen yangi mahbusga aylanding. Endi men rostdan ham qamoqxonaning ichki tarafida turardim va yonimda sandiq bor edi. Bu sandiqning ichida esa qandaydir kitob. Men seni ogohlantirdim, lekin sen meni eshitmading. Bu yozuvlar kitobda yozilgan edi. Yo, hay salom, yana men doimgidek o'sha yana kasalim boshlandi, ya'ni erinchoqlik. Bu illatdan men qachon qutulaman bilmadim. Bu safargi video ham shu sababli qisqa bo'lib qoldi va bu uchun ming bor uzr. Mayli, kechirmasanglar ham kechirmanglar, xohlasanglar like bosinglar, xohlasanglar like bosmanglar, umuman farqi yo'q. Shunchaki men uzoq video tayyorlamoqchi edim, lekin baribir erinchoqligim tutib video tayyorlay olmadim. Balki video bundan ham uzunroq bo'lar, balki bo'lar, lekin bu safargi video baribir qisqa bo'lishi aniq. Shuning uchun premyera ham qilib qo'ymadim. No, mayli bolalar. Yomg'ir. Mayli yomg'ir yog'aversin, biz baribir gapiraveramiz. Shunaqa gaplar bo'lar. Bu video qisqa bo'lib qoldi. Agar videoni hali ham shu yergacha ko'rayotgan bo'lsanglar, bilmadim, sizlarga kattakon respekt bo'ladi. Chunki bu yergacha ba'zi obunachilar chiqib ketishadi. Xullas, bolalar, hammaga rahmat. Yo'q, orqadagi nima? Da, esladim. Buni o'zim qurgandim. Nimadir ular qilmoqchi bo'lganman. Men bu yerda o'lganman ham. Mayli, e'tibor qilmaymiz. Xullas, video tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytgancha, shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz kommentariyada Frozen erinchoq deb yozib qoldiringlar.